ko'pchilik tushunmaydigan bitta narsa bor. Asalari agar bitta asalari o'zi ketib turib, men o'zim asal toshiyman, zo'r asal toshiyman, eng zo'r asal toshiyman men desa, bitta asalari o'zim uya quraman desa, endi aytaylik uya qurib bo'lingan, kimdir uyasini oldi deylik, boshqa bo'ldi, masalan, bitta tayyor kompaniyaga ko'chib o'tdi deylik, lekin o'zim asal toshiyman desa, haligi qancha asal toshiydi? Bitta bir qoshiq ham toshimaydi o'sha umri davomida. Butun umr davomida o'zi ko'p yashamaydi asalari. Adashmasam 40 kun yashaydi. Bu 40 kun ichida bu asalari qancha asal toshiydi? Bir o'zi bo'lsa. Tushunyapsizlar? Ya'ni u qilayotgan ish zo'r bo'lsa ham, u toshiyotgan asal zo'r bo'lsa ham, u ozgina bo'lgani uchun bu yoqdagi odamlar borib uni asal deb turib yig'ishiga ham arzimaydi-da. Ya'ni ozligi tufayli. Lekin u asallarni masalan jamoa sifatida hamma teng ishlasa, masalan, aytaylik bo'pti, bu joy 100% ishlab olmadi, 80% ishladi, lekin hamma 80% ishladi. O'sha paytda nima bo'ladi desa, haligi asallarni, ya'ni to'dasi kabi ko'pgina foydali asal yig'iladi. Asal yig'ilgan paytda haligi asari, ya'ni nafaqat o'zini to'ydiradi, balki odamlar uchun foydali bo'lgan asal yig'adi va bolalari to'yadi. Ya'ni narigari bitta o'zi toshisa unaqa bo'lmasda, chunki asallarida jamoaviy ishlashadi-ku, ya'ni kimdirlar qo'riqchi bo'ladi, kimdirlar ana bu bolalarni nimadan ochadi, uyasidan chiqarish kerak, kimdirlar asal tashish kerak. Lekin agar bitta ari o'zim men ari bo'laman desa, ya'ni men o'zim zo'r ari bo'laman, men uchun asalni zo'r tashishim uchun nima kerak bo'lsa o'shani qilaman, ya'ni jamoaning holati menga qiziq emas deydigan bo'lsa, nimaga erishadi haligi ari? Ya'ni bu narsa nimaga aytyapman? Kimdir maqsadi oliy bo'lsa, maqsad katta bo'lsa, uzoqqa bormoqchi bo'lsa va qilayotgan ishi haqiqatda asalari kabi foydali bo'lsa, jamoaviy bo'lish ham muhim. Ya'ni bir o'zi bo'lish qiyin. Men doim aytadigan narsa Humblebee'da 10x bo'lish uchun jamoaviy ishlash kerak. Ya'ni siz bir o'zingiz bo'lsangiz 10x bo'lish qiyin. Anchagina qiyin masala. Ya'ni bu yoqdagi odam ham sizga o'xshab 10xlik harakat qiladi. Lekin siz jamoaviy tarzda agar, ya'ni ana shu 10 ta vazifa turibdi bitta loyihani bajarish uchun, haligi 10 tani hammasini egasiga bersangiz, chunki mana bu 10 ta injener hammasi bir xil emas. Biz har xil yaratilganmiz. Ana o'sha o'zimizga berilgan, ya'ni xususiyatlardan, o'zimizga xoslikdan, o'zimizdagi o'sha kuchlardan foydalanib turib, har xil ya'ni qobiliyatlarimiz borligi uchun ana o'sha hammaga qobiliyatiga mos ishlarni beradigan bo'lsak, ana o'sha 10x bo'lish ancha oson bo'ladi jamoaviy tarzda. Ya'ni menga yana bitta yordam bergan narsa shu nima bo'lgan desa, ko'pincha qanaqa qaysi jamoada bo'ladigan bo'lsa, menga qaysi ish yoqadi emas, qaysi ishni qila olmaydi bu jamoadagilar. Ki men o'shani olayin degan fikrda yurganman-da va bu meni doim qaysi jamoada bo'lsam, birpasda eng muhim odamga aylantirib qo'ygan. Nega? Chunki siz hech kim qila olmaydigan ishlarni qilyapsiz. Aslida u, ya'ni boshqalar qila olmayaptimi? Boshqalar qaysidir ishda sizdan yaxshi qilyaptimi? Siz bunisini qiling. Humblebee'da yana biz bitta aytadigan, buni qo'llagan sohamiz bor. Biz aytamizki, Humblebee'ga kim konkurent desa, hech kim konkurent emas deymiz. O'zimizga o'zimiz konkurentmiz deymiz. Sababi kimdir bitta ish qila olayotgan bo'lsa, biz ular bilan borib bellashib o'tirishimiz shart emas. Biz ular qila olmagan nimadir qilamiz. Ana o'sha bizni aslida kuchli qiladi. Ya'ni bir xil yo'lda yurish shart emas. Shunaqa gaplar bor-ku, ya'ni competitionda ichini olding desa, men o'zim competitionman deydi. Ana shunaqa biz o'zimiz yangi competition yasaymiz, o'zimiz yangi musobaqa izlaymiz. Sababi haligi narsa, ya'ni hamma o'zi shunday bo'lgan narsani qilish kerak, jamoa sifatida kuchli bo'lish uchun. Hamma o'zi xohlagan narsani emas, jamoani kuchli qiladigan narsani qilish kerak. Aslida o'sha kadrlarni o'zini kuchli qiladi. Chunki haligi narsadan ishni qilishi, masalan, 10 xil jaqqa turibdi, men 9-sini qilaman demasdan, chunki 9ni narigi bola Ahmad yaxshiroq qiladi. Lekin 2ni hech kim qila olmayapti. Men 2ni qilsam, jamoa kuchayadi va uni qila olaman. Shuning uchun men ikkinchi vazifani qiladigan bo'lsam, keyin qolgan haligi 9 odam nima qiladi bilasizmi jamoadagilar? Jumabekka yordam berishimiz kerak, chunki bu 2ni yaxshiroq qiladi, bizga yordam bersak deydi-da. Meni tezroq o'sishim uchun menga sharoitlarni qilib beradi bu yoqdagilar. Va shuning oqibatida men o'saman. Men o'sganimda, ya'ni ishni bajarganimda ham o'zim o'sdim, ham jamoa o'sdi. Lekin men ham borib turib haligini qilaman deganimda Ahmad ishini, chunki u aytaylik yaxshi pul keltiradi yoki men o'zim individual sifatida yaxshi o'saman o'shani qilsam. Butun jamoa o'smay qolardi-da, hamma yutqizardi. Ya'ni
o'zini o'ylash shunaqa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ya'ni sotqinda ham shunaqa bo'lganki, aslida men sotqinlikka o'xshataman shunaqa odamlarni. Chunki jamoaga sotqinda u. Ana o'sha dushman hujum qilayotgan payti xalqni o'ylash o'rniga borib turib, dushmanga sotib turib, menga pul berasan yoki menga hokimiyat berasan deb turib, jamoani sotish. Ana shu sotqinlar shunaqa qiladida, keyin o'zi ham yutqizib qo'yadi oxirida. Chunki xalq yo'q, jamoatchilik yo'q, kimni boshqaradi bular? Shu, ya'ni jamoa sifatida kuchayamiz deydigan bo'lsak, jamoani kuchaytiradigan ishni qiladigan bo'lsak, xuddi asrlarda kabi biz kerakli muhim jamoaga aylanamiz. Ya'ni butun jamoa kuchaygan uchun biz o'zimiz o'sha jamoa ichida yana o'sib ketaveramiz.